Hurmatli parvozlar, mana o'sha Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanining Fayzobod qishlog'idagi Olacha laqabli xo'roz, qayerlardadir buni o'sha ko'k deb atashadi. Orqa patlarini ham bir ko'rsatib o'tgan. O'zimizning vodiy hududiga o'sha oxirgi ko'rgazmasidan keyin, o'yinidan keyin $1,5 ming berildi. Chust tumani parvozlariga. Nasib qilsa bir haftadan keyin olib ketishadi, bir haftagacha nasllari olib turiladi. O'ynaganiga mana 3 kun 4 kun bo'lyapti, lekin xo'roz svejiy holatda. Umuman raqibiga shans bermasdan yutdi. O'yinlari o'sha Telegram ijtimoiy tarmog'ida mavjud. Bemalol ko'rib o'zlaring baho berishlaring mumkin bo'ladi yoki Muxtorjon lichkasiga chiqib qo'llaydi. Videosini tashlab beradi, kuzatishlaring mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar. Baraka topsin, xo'roz egalari, yangi egalari. Puldan xo'roz boquvchimiz ham baraka topib olsin. Sog' bo'linglar.